Birinchi savoldan ko'rib ketaveramiz. Kimyo bog'lanishda kristal panjara 3-savol, zatem 2020. Demak, birinchi savolda qaysi birikmada ion bog'lanishi mavjud? Ion bog'lanish nimalar o'rtasida keladi? Metal bilan metal. Endi javobga qaraymiz. Birinchisi kaliy, xlor turibdi. Kaliy nima? Metal. Metal. Xlorchi? Metal emas. O'sha bilan buni. Yo'q. Nima uchun? Nima deyapti? Emas deyapti. Emas. Metal emas. Kimyoviy bog'lanishlarmi? Olsak bo'ladimi shuni? Yo'q. Chunki mavjud emas deyapti. Shu joyga adashganda bu. Birinchi savolda kaliy xlorni olmaymiz, chunki emas deganligi uchun. Bariy nitratchi? Siz javob. Olmaymiz. Bunda ham bariy metal, nitrat, metal emas, to'g'rimi? Natriy fosfatchi? Yo'q. Olmaymiz. Suvni-chi olsak bo'ladimi? Metal bilan metal. Men olsak bo'lar ekan, nazariy savollar. Ikkinchi savolda aytilyapti, glitserin molekulasida qanday kimyo bog'lanishlar mavjud? Endi glitserinning formulasi, glitserin formulasi. Buni oling, mavzuda ham adashmasak yozuvdigan shuni. OH-dan nechta? Yo'q, o 3ta. To'g'rimi? C3H5 OH-dan uchta. Endi buni formulasi yo'q yozilgan bo'lsa bunaqa bo'ladi. Kimyo bog'lanishlar mavzusida ham o'tayotgan vaqtimda yozib ko'rsatganman buni. Kimdir yozib olgan bo'lsa esiga bo'lsa. OH, to'g'rimi? Bu bitta H. OH. Bu 3 atomli spirtda. H2 OH. Mana shu modda. Glitserin bu. Mana shu glitserin bo'ladi. Molekulasida qanday kimyo bog'lanishlar mavjud? Endi qaraylik, qutbsiz kovalent bog'lanish deyilyapti-da. Qutbsiz kovalent bog'lanish bormi? Bor. Nima uchun? Uglerod bilan uglerod bog'lanyaptimi? Uglerodda necha bunda uglerod nimasi? Elektromobil qiymati necha bo'lsa, darslarga qarasanglar hamma biladi, ko'roladi, to'g'rimi? Bunda ham shuncha bo'ladi. Bunda ham shuncha. Mana bu ham shunda nima bo'ladi? Qutbsiz kovalent bog'. Shuning uchun qutbsiz kovalent bog' bor deb nima qilsak bo'ladi? Olsak bo'ladi. Ikkinchisi donor akseptor bog'lanish deyiladi. Bormi donor akseptor bog'lanish? Yo'q, donor akseptor bog'lanish. Metal bog'lanish. Metal ko'ryapsizlarmi? Yo'q. Ikkini ham shuni ham ololmay ekanmiz, ha? O'z javoblardan shunda kelib chiqib qolar ekan o'zi. Ikkini ham shuni ham ololmasak, 1 4 6 bo'ldimi nima? Endi vodorod bog'lanishsa nima bo'lardi? OH o'rtasida vodorod bog'lanish yuzaga keladi, to'g'rimi? Vodorod bilan. Vodorod bog'lanish kislorod bilan, kislorod, fitor, yana nimalar? Azotlar bilan olingan bo'lishi kerak. Elektromobilliklar yuqori bo'lgan elementlar. Vodorod bog'lanish elektromobilliklar yuqori bo'lgan elementlar, ya'ni vodorod elementining o'zi kislorod yoki fitor yoki azot bilan nima qilingan bo'lishi kerak, to'g'ridan-to'g'ri. Olinganmi mana kislorod vodorod bilan? Bundachi? O'z bittasi bo'lsa ham bor, to'g'rimi? To'g'ri nima qilsak bo'ladi shunda? O'sha bo'ladi. 5chi ion bog'lanish. Metal bormi tarkibida? Yo'q. Ion bog'lanish o'zi nima edi? Metal bilan o'rtasida yuzaga kelish kerak. 6ga qaraymiz. Qutbli kovalent bog'lanish deyiladi. Qutbli kovalent bor. Masalan, uglerod bilan vodorod o'rtasida bor yoki kislorod bilan vodorod o'rtasida bor. Masalan, kislorodda elektromobil necha? Necha elektromobil? Elektromobil necha? 3.5. Vodorodniki 2.1mi? Aerosit necha chiqyapti? 1.4. Elektromobilda ayirmasi 0.4 dan katta bo'lsa, qutbli kovalent bog'lanishi ham bor. Qutbsiz mana uglerod o'rtasida. Qutblichi kislorod bilan vodorod o'rtasida yoki uglerod bilan vodorod o'rtasida ham bor. Demak, 1 4 6 degan javoblar bo'ladi. Kim tushunmadi shuni? 3-savol glitserin molekulasi qanday kerak? 3-savol endi nima? Shuni teskarisi. Mavjud emas, xuddi shu formula, mana shu. Endi 1 4 6 ni oldik hozir bunda. Nimaga? D javobni oldik. Nima qilamiz endi? O'rnlar almashgan. Unda olamiz, biz 1 da qutbsiz kovalent bog'lanish dedik. Bormi bunda? Bor. Donor akseptor bog'lanishi? Yo'q. 2. Metal bog'lanishi bormi? Metal bog'lanishi? 3. Va 6 olsa ham bo'ladimi? Ion bog'lanish. Qancha bo'ladi? 6 bo'ladi. Ha, javob bo'ladi. Mavjud emas deyapti. 4-savol etilin glikol formulasi. Mana yoyib yodlab olinglar asosan, yoyib. Yoyib yodlab olinglar. Mana shunaqa qilib yodlab olsanglar, tushunasizlar, anasini CH2 O H. Mana bu 2 atomli spirt. Etilin glikol. Demak, etilin glikol molekulasi qanday kimyo bog'lanish mavjud? Qutbsiz kovalent bog'lanish deyiladi. Nima dedim mana? Uglerod bilan uglerod o'rtasida ko'ryapsizlar mana bog'da qutbsiz
Kovalent organik birikmalarda har doim uglerod 4 valentli bo'ladi. Mana bu ikkita CH2 yozyapman-ku. Bu mana bunaqa yoziladi aslida. Yana ham yo'yib yozadigan bo'lsak. Mana bu vodorodlar bunday ikkalasi ham mana bu ikkita vodorodni ham bunaqa yozasizlar-da. Tushunasizlarmi? Keyin shunda mana uglerod qaranglar 4 ta valentli. 1, 2, 3, 4. Har qanday organik birikmada uglerod nima bo'lar ekan? 4 valentli bo'lar ekan. H, mana bu H deb yo'yib yozyapman. Tushundinglarmi? O, H. Xuddi shu modda. Endi qutbsiz kovalent bog' degani mana bu bog'ni nazarda tutyapti. Uglerod bilan uglerod o'rtasidagi bog'ni nazarda tutyapti. Chunki buniki necha bo'lsa elektron ferik, buniki ham shuncha. Elektron feriklar ayirmasi o'zida nima bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Shunda qutbsiz kovalent bog'. Endi ikkinchisi, vodorod bog'lanish. Vodorod bog'lanishda elektromanfiyligi yuqori bo'lgan element bilan nima bo'lishi kerak? Vodorod. To'g'ridan to'g'ri bog'lanish kerak. Yoki kislorod yoki azot yoki ftor bo'lishi mumkinmi? Bu yerda kislorod bormi? Demak, vodorod bog'lanishi ham bor. Demak, birini olsak bo'lar ekan, ikkini olsak bo'lar ekan. Uchinchi metal bog'lanish. Yo'q. Metal. 4J ion. Yo'q. Metallarda Donor akseptor bog'lanishi ham yo'q. 6 qutbli kovalent bog'lanish deyilyapti. Olsak bo'ladi. 1, 2, 6 atom. 1, 2, 6 bo'lar ekan. Uchun 5-savol. To'g'rimi bu? 5-savol. Etilen glikol molekul. Endi shu 5-siga shuni yozib bitiramiz mana bu formulada. Etilen glikol. Tushunarli? 5-sida donor akseptor bog'lanish deyilyapti. Qutbsiz kovalent bog'lanish. Donor akseptor bog'lanishi bilan mavjud emas deyilyapti-da. Olsak bo'ladi. Bunda ko'rmadikmi biz donor akseptor bog'lanish. Birini olsak bo'lar ekan, 2 qutbsiz kovalent bog'lanish deyilyapti. Bu-chi? Bu bormidi? O'sha uchun nima qilmaymiz buni? Olmaymiz. metal. Demak 2, 3 metalchi olsak bo'ladimi? Chunki bunda yo'qda metal bog'lanish. Demak 1, 3, 4. Shu javob bo'ladimi? Javob. 6-savol. Sirka kislota molekulasida qanday bog'lanish mavjud? Sirka kislota formulasi qanday edi? CH3 COH. Buni ham yo'yib yozsak bo'ladi. Mana buni uglerod har qanday organik bo'lgan necha valentli dedim? Mana bu CH3 ni yozardik-ku, endi 3 tasini yo'yib yozyapman, ko'ryapsizlarmi? Mana. Va CH3 C mana O yoziladi. Keyin qarshi, to'g'rimi? Karbonli guruhda. Bu yerga nima qilinadi? Kislorod ulanadi. Endi sirka kislota molekulasi qanday kimyo bog'lanishda mavjud deyiladi? Qutbsiz kovalent bog'lanish deyiladi. Qutbsiz kovalent bog'lanish bormi? Bor. Vodorod bog'lanishi-chi? Bor. Donor akseptor. 1, 2 donor akseptor bog'lanish bormi? Yo'q. 3 Yo'q. 3 ni yo'q dedik, 4 ion bog'lanishi-chi? Yo'q. Metal bilan metal massa o'rtasida nima qilish kerak? Yomon yuzaga kelish kerak edi. Lekin bunaqa emas, ha? Qutbli kovalent bog'lanishi bor. Yoki kislorod bilan vodorod o'rtasida olsak bo'ladi yoki uglerod bilan kislorod o'rtasida yoki vodorod bilan uglerod bor xullas, to'g'rimi? Demak, necha javoblar bo'ldi? 1, 2, 5. 1, 2, 5 ta javob bo'lar ekan. 7-savol. Molekulyar kristal panjarali moddalar berilgan javobni belgilang deyilyapti. Quruq muz, yod, naftali. Olsak bo'ladi shu javobni. Olsak bo'ladi. Yozilgan mana bular. Bitta javob. B javobga qarasanglar, ozon, olmos, karboron berilyapti. Olmos qanaqa kristal panjara bo'ladi? Atom kristal panjara bo'ladi olmos, to'g'rimi? Karboron ham xuddi shunaqa. Karboron bu krimniy karbiddir. Krimniy karbid. Krimniy uglerod. Hop, osh tuzi deyilyapti. U qaysi kristal panjara bo'ladi? Ion kristal panjara bo'ladi. Krimniy nuzi atom bo'ladi, to'g'rimi? Bo'lmaydi. Muz deyilyapti, olsa bo'ladi. Galit, osh tuzi bu ham. Natriy xlorda galit. Shuncha olmaysiz. 8. Oxirlasham bo'lmaydi, kalsiy karbonat. Hop, qaysi birikma donor akseptor bog'lanish mavjud emas? Ammoniy nitritda bormi? Ammoniyda bor. Ammoniy nitratdachi? Bunda ham 2 dona bor kerak bo'lsa. SO2dachi? Yo'q. Yo'q bunda. Shuni olsak bo'ladimi shunda? To'xta. H3 plyusda hidroksionik kationda ham bor. Ko'rganmiz biz. Hop, 9-savol. Quyidagi birikmalarda donor akseptor bog'lanish mavjud emas. Ion birikmalarda edi. Natriy xlorda. Ajoyib bo'lar ekan. Nazariyda ular.
10-savol. Qaysi birikmada donor akseptor bog'lanish mavjud emas? Pekavishte. Pekkovishda. Yozilganmi bular hammasi? Shu uchun o'qib bitiramiz-da. O'qib bitiramiz, ha? Qaysi birikmada ion bog'lanish mavjud emas? Qaranglar qani? Natriy sulfat turibdi, kaliy xlor turibdi, ion degani o'zi nima degani? Metal Metal bilan o'rtasida hammasida metal bilan metal turibdi. Faqat yo'q, H3PO4 H3PO4 meni shunaqa qilganman. Kaliy xlor qilmaydimi? Sedilisiz. Siz javob deb aytdimmi? Ion bog'lanishi. Ajob bilan, ajob. 11 javob. Kaliy bilan xlor 11 javob ajob bo'ladi. Qaranglar, hammasi natriy sulfat masalan, kaliy xlor, metallar turibdi. Kaliy nitrat. mavjud emas deyapti chunki. Mavjud emas. Hop. Uchun bular bo'lyapti, mavjud. Demak, 12-savolni o'qiymiz. Quyidagi qator bo'yicha moddalarning bog' uzunligi qanday o'zgaradi? H xlor, H ftor, H yod, H boron berib qo'ydik sizlarga. Endi davr istimalariga qarasanglar, bog' uzunligi qayerga qarab ortadi? Pastga qarab ortadi, yuqoriga qarab. O'ngga qarab kamayadi, chapga qarab ortadi. Endi bular qaranglar, H xlor, H ftor, H o'zi xlor biza galagenlar joylashtirib chiqaylik, ftor mana pastga qarab joylashtirib chiqamiz. Ftor, xlor, Brom, yod. lekin bizlar qanday joylashgan? H xlor deyilyapti. Keyin H-ftor, H-ftor. keyin H-yod, keyin H-brom. Endi H xlordan H ftorga qarab aslida tepaga qarab yuryaptimi? Kamayadi. Davr istimalari bo'ylab mana-da, mana xlordan nimaga o'tyapti shunda? Ftor bo'ldi. Shunda tepaga qarab nima qilyapti bog' uzunligi? Kamayadi, to'g'rimi? Birinchisiga nima bo'lar ekan? Kamayadi. Ikkinchisiga H ftordan H yodga o'tyapti. Ya'ni ftordan nimaga o'tib ketyapti? Shunda nima qiladi endi? Ikkinchisiga ortadi. Endi yoddan bromga o'tyapti. Yoddan yana mana bromga o'tsa nima bo'ladi? Kamayadi. Kamayadi. Demak, kamayadi, ortadi. Demak, qaysi javob? D. D javobga to'g'ri kelar ekan. 12-savol. Bejo. D javob. Bu ham shunaqami? 13. Bog' uzunligida. 13 ustoz. Bu 12 Buni mi? o'zi 11 javob qaysi bo'ladi? A javob bo'ladi. 12 edi. 12 D. Bu 13 ham D. Xuddi shunaqa. 13 ham xuddi shunaqa, shu uchun yuqori Bog'lanish borib energiyasi. 14. Endi bog'lanish energiyasini qaysi tomonga o'tishini aytib ketaman. Tepaga qarab, Ortadi. pastga qarab kamayadi, o'ngga qarab. Ortadi, chapga qarab kamayadi. Demak, 14-si Bog' qutubliligi. bog' qutubliligi ham pastga qarab Elektromobilliklar. kamayadi, yuqoriga qarab ortadi, o'ngga qarab. Ortadi. Kamayadi. To'g'rimi? 14 edi, bu 15-chi. Quyidagi qator bo'yicha bog'lanish energiyasi qanday o'zgaradi? Kurs diskuni Bog'lanish energiyasi ham nima degani? Tabii 14, 13 bilan Bir Bir xil. xil. 15 bilan. bog' uzunligi teskarida, 16 ham shunaqa, to'g'rimi? 17, 17 ni o'qib ketayotgan qaysi modda molekulyar kristal panjaraga ega? Qaysi turibdi bu yerda? Xlorda, temir, bu yerda metal kristal panjara, osh tuzi ion, olmos atom kristal panjara. Xlorchi? Xlor mana bunaqa ko'rinish yoziladi. Xlor mana bunaqa yoziladi. Xlor. 200 elementlar bor. Xo'p, demak 17-savol javobi ajob bo'lar ekan. 18-savol qaysi modda metal kristal panjaraga ega? Qaysini ko'ryapsiz? Metal. Temir. Yod molekulyar bo'ladi. Yod molekulyar. Olmos atom, osh tuzi, Ion, ha? ion. Qaysi modda ion kristal panjaraga ega deyilyapti? 19-savol. Sanjar o'qigani? Jimda. Modda ion kristal panjaraga ega. Olmos, ha, malol. Ion kristal panjara hozir yo'q. Osh tuzi, Osh tuzi formulasi nima ekan? natriy 2, Natriy 2 keyinchi. Tunka o'qimaysan-da, qara. Natriy xlor. Xo'p. 20-savolchi. Qaysi modda atom kristal panjaraga ega deyilyapti? 20-savolda. 20-savol atom kristal panjaraga. Grafit. Mis qanaqa kristal panjaraga ega? Odilbek. Mis qanaqa kristal panjaraga ega? Metal kristal panjara. Arslon. Quruq mis qanaqa kristal panjaraga ega? Karbon tangdagi.
Karbondan keladi. Qanaqa hisoblansa? Molekulyar. Chili silitrasi qanaqa edi formulasi? Natriy nitrat, to'g'rimi? Kaliy nitrat qayerda silitrasi unda? Silitrasi. Grafik bo'ladi. Xo'p, demak natriy nitrat ion kirsa panjara bo'ladi. Grafit bu yerda atom kirsa panjaraga bo'lar ekan. 21-savolmidi bu? Yo'q, 20-savol edi. 21-savol. Esiz o'qigan 21-savol. Qaysi modda metal kristal panjaraga ega? Mis. Metal kristal panjaraga ega. Endi 22-savolni nima qilib yechsak bo'ladi? Umumiy bog'lash. Kislorodni topib, Kislorodni soni 2 ko'paytirib qo'ysak ham bo'lardi, to'g'rimi? Endi ko'plar strukturachisi esdan chiqqan yoki nima bo'ladida esdan chiqqan bo'lsa, chizib ko'rsatib o'rgatib ketiraman, qaymi? Birinchi marta o'tib ishlaydi. Kalsiyum. 22-savol. Sizlar qaranglar. Umumiy bog'lar soni tarkibda umumiy bog'lar soni nechta bo'lsa 16 ta. Endi bizda kalsiy fosfat deyilyapti birinchi modda. Qaranglar, umumiy bog'lar sonini topish uchun kislorod sonini nechaga ko'paytiramiz? 2. Umumiy kislorod sonini 2 ga ko'paytiramiz. Mana bu formula bunaqa. 2 dona. 2 kara 4 8, 8 kara 2 16 ta. Demak, qaysi javob bo'lar ekan o'zi? O'zi bo'lishi ajoyib. Ha javob bo'lar ekan. Endi boshqa javob bu tezroq ishlash uchun usul. Umumiy bog'lar sonini topmoqchi bo'lsanglar, modda tarkibida kislorod sonini 2 ga ko'paytirib qo'yasizlar. Endi buni strukturasini chizish orqali topmoqchi bo'lsanglar, kalsiy nechta turibdi? 3 ta. Shuni yozib olaman. Kalsiy. Endi fosfat qismida nechta turibdi? 2 ta. 2 ta. Endi men bu yerda yozaman fosfat. Buni chizish uchun sizlar kislotalar yaxshi strukturasini bilishsan kerak. Ikkitasini nima qoldi? Siz ol. Endi har bitta kalsiy necha valentli? 2 valent. 2 valentli bilan o'lchab chiqaman. 1 2 1 2 1 2. Endi bog'lar soni sanayman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bo'ldimi 16? Biz shuni oson topdik. Kislorod sonini, umumiy kislorod sonini mana bu yerda 2 kara 4 8 ekan, uni kislorod sonini necha ko'paytirib qo'ydim? 16 ta bo'lar ekan umumiy bog'lar soni shunda. Tushunarlimi? Boshqalarni ko'rsangiz kelmaydi. Masalan, alyuminiy sulfat deyapti. Nechta bo'ladi umumiy bog'lar soni? Alyuminiy sulfat. Namat? 20 ta bo'ladi. Kaliy karbonatda soni umumiy bog'lar soni 6 ta. Ezoza alyuminiy nitritda Alyuminiy nitrit umumiy bog'lar soni nechta bo'ladi? 24 ta. Alyuminiy nitritdan. Sulfatga qaror Alyuminiy nitrit 22-savol. Nitrit. Qanaqa Esi javobda javob. 12 ta bo'ladi. 12 ta bo'ladi. Hop, 23-savolda, 23-savolda qaysi javob bo'ladi? 12 ta bo'lgan so'rayapti. S javob bo'lgan alyuminiy nitrit tekshirib ko'ramiz. Endi chizib o'tirmayman. Alyuminiy nitrit. Umumiy kislorod soni 3 kara 2 nechta? 6 ko'paytirib qo'yaman kislorod sonini 2 ga. 2 ga. Nechta bo'lar ekan umumiy bog'lar soni 12 ta. 24-tachi? Tarkibida umumiy bog'lar soni nechta bo'lsa? Alyuminiy 24-chi? D javob. D javob bo'ladi. Alyuminiy gidroksisulfat, ha? Kislorod soni o'zida 5 ga ko'paytirsa. Mana bu kislorod soni bitta va mana bunda 4 ta. Nechta bo'ladi jami? 5 ta. 5 ta ko'paytiraman nechiga? 2 ga. 10 ta bo'ladi umumiy bog'lar soni. Osonmi? 25-savol. Tarkibida turing. Tarkibda umumiy bog'lar soni 20 taga teng bo'lgan deyiladi. 25-savol javob qaysi bo'lar ekan? S javob. Zuhra taraf, ha? S javob qanday isbotlaymiz, Zuhra? Alyuminiy digidroksofosfat. Kislotalarda 2. Alyuminiy digidrokso. Kislorod sonini 2 ga ko'paytirsa. Qani sanaykan kislorod soni nechta turibdi? 10 ta. 12 Mana bu yerda 2 kara 1 nechta? 2 2 ta, 2 kara 3 6. Mana bu yerda 4 ta bilan 10 ta. Jami bog'lar sonini ko'paytirib topish uchun kislorod sonini necha ko'paytiraman? 2 ga, to'g'rimi? Nechta bo'lar ekan? 26. Shunda S javob bo'lar ekan, ha? 26-savol. 26-savol qaysi bo'lar ekan? S javobmi? Endi alyuminiy trigidroksonmi? Shunaqami? Alyuminiy yo'q, gidrokso ekan.
Alyuminiy gidroksid yozib olyapmiz. Ekvivalent bo'lib qoldi bu qism. Fosfat deganligi uchun men fosfatdan nechta vodorod chiqib ketgan? 3 ta. 3 ta vodorod chiqib ketgan. Mana bu yerga nechta tushish uchun 3 ta. Bundan bitta oqash tushib qolgani uchun nechta qo'l qoladi? 2 ta. Shuning uchun bu yoqqa nechta tushadi? 2 ta tushadi. 2 kara 4 8 ta. Mana bu yerdagi 3 kara 1 3 ta. 11 ta bo'limi jami kislorod. 2 ko'paytiramiz 22. Bo'ldimi shuncha? 26 edi. 27-savol. Natriy sulfat tarkibida ion bog'lanishi qaysi atomlar o'rtasida yuzaga keladi? Qaysi atomlar o'rtasida deysizlar? Natriy 6. Natriy sulfat strukturasini chiza olamizmi? Natriy kislorod bilan olaymanmi sulfat bo'lgani uchun? SO2. Endi qaranglar, ion bog'lanish qaysi o'rtasida yuzaga keladi? Kislorod metallar o'rtasida natriy bilan kislorod. Natriy bilan kislorod atomlari orasida. To'g'rimi? Qaysi javob bo'ladi shunda? B javob. 28-savol. Sigma va pi bog'lar soni nisbati nechiga necha bo'lsin? 2 ga 1. Qaysi javob bo'lgan? Javoblarda ko'raylik shuni. 3 va 5. 3 va 5 bo'libdi. 3-inchisi alyuminiy sulfit berilyapti, 5-inchisi xlorat kislota. Endi 3-inchisi bu. 3-inchisi va 5-inchisi berilgan alyuminiy sulfit. Qaranglar, bu sulfit qismi qayerdan kelgan o'zi? H2 S'dan. H2 S'dan o'sha uchun mana bu kuchayapti-da. Endi demak bu qism necha valentli? 2. 3 valentli. Demak alyuminiydan nechta turibdi? 2 ta. Siz olsam bo'ladimi ikkita alyuminiyni? Endi sulfitdan nechta turibdi? 3 tami? Qanday yozaman? Endi nima ishlab chiqaman? Alyuminiydan har bittasidan nechta qo'l chiqishi kerak? 3 ta. O'sha uchun men bunga bitta chiqaraman, bunga bitta chiqaraman va bunga bitta beraman. Bo'ladimi shu narsa? Endi qolgan 3 ta qo'l bunga qoldimi? Bunga bitta